hech narsa qila olmaymiz. Tushunarli. Voy, o'zingizmisiz? Shunaqa xursandman sizni ko'rganimdan. Qanaqasiz? Voy, nimalar bo'ldi hayotingizda? Yo'q, o'shancha yo'q bo'lib ketganmi deysiz? Voy, zo'r-ku. Tabriklayman. Chin ko'ngildan tabriklayman. Hali bu boshlanishi. Bundan bu yoqqa bundan ham katta safarlar, yutuqlar sizni kutib turibdi. Bugun sizni nima qiziqtiradi? Qanaqa sizda zabroz bor? Aha, ya'ni charchagansizda. Oxirgi payt charchayapsiz. Da, tushunaman. Ayniqsa bilasizmi, qishdan keyin bahorga o'tish paytida juda ham ko'p shunaqa insonlar o'zini charchaganda, qandaydir energiyasizda, kayfiyati yo'q his qilishadi. Albatta ular shu paytda bir zum to'xtab o'zlariga quloq solish kerak. Ya'ni o'sha organizmga quloq solish kerak. Balki kimdir uxlab dam olish kerak, kimdir aksincha do'stlari bilan, yaqinlari bilan dam olgani chiqishlari kerak. Sizga bugun kelganingiz uchun taklif qilaman umuman check-up qilishga, ya'ni ozgina reflekslaringizni tekshiramiz va shularga asoslanib aynan sizga kerak bo'lgan, sizni tinchlantiradigan, sizni o'sha mushaklaringizni, o'sha tarangligini ozgina kamaytirishga, o'zingizni xotirjamroq, o'zingizni ozgina kuchga to'laroq his qilishingizga harakat qilamiz. Unda boshlaymiz va boshlanishiga keling. Ozgina qulay o'tirib oling. Boshingizni ham qulay qo'ying. Qanaqa? Balki boshingizni orqasida yostiqcha bor, qulay joylashtirib olishingiz mumkin. Albatta, yelkalaringizni ham qulay qo'yib oling. Chunki kirib kelishingizdan ko'rindi, yelkalaringizni ozgina ko'tarib olgansiz. Bu albatta o'sha charchaganingiz, o'sha asablaringiz ozgina tarangligi haqida dalolat beradi. Albatta ularni ozgina tinchlantirishimiz kerak. Keling, hozir nosda ozgina qo'y, kichkina massaj qilaman yelkalaringizga. Doim yelkalarga massaj foydali, albatta. Siz ham kun jarayonida shunaqa o'zingizga massajlar qilib tursangiz bo'ladi. Qo'llaringiz bilan shunaqa qattiq emas, ozgina shunaqa harakat qilsangiz, ozgina o'zingizni yengilroq his qilasiz. Albatta, ikkala yelkalaringizni. Va yana bitta shunaqa psixologik priyom bor. O'zingizni shunaqa ikkita qo'lingiz bilan olib, shunaqa qilib massaj qilganingizda sizda o'ng ostingizda shunaqa informatsiya keladiki, mani kimdir qo'llab-quvvatlayapti, man kimgadir kerakman degan, va nafaqat tanangiz dam oladi, balki o'sha ichki ruhiyatingiz ham ko'tarinki kayfiyat bo'ladi. Buni o'zingiz uyda qilsangiz bo'ladi. Hozir esa keling bu effektni davayte man sizga massaj qilaman. Kayfiyatingiz ko'tarilishi uchun o'zingizni kerakligingizni, o'zingizni muhim insonligingizni his qilishingiz uchun. Albatta, siz judayam muhim insonsiz. Albatta, atrofdagilaringiz sizni judayam yaxshi ko'rish
ko'rishadi, judayam qadrlashadi sizni. Tak. Yaxshi. Keling ozgina. Shunaqa ezib massaj qildik va oxirida o'sha yelkalaringizga yengillik bo'lishi uchun shunaqa ozgina silagan harakatlar qilamiz. Keling. Tak. Albatta har bitta harakatni shunaqa yengil harakatlar bilan tugatish kerak. Ba'da ko'p pahlobi va ushi harakatlarni qilsak ham bo'ladi. Tak. Yaxshi. Keling bu tarafni ham ozgina silab qo'yaman. Yengilroq o'zingizni his qilyapsizmi? Albatta, bu juda ham muhim. Va keling yelkalarni pahlobi va ushi. Yaxshi. Judayam xursandman. Endi keling reflekslaringizni tekshiramiz. Chunki ko'zlaringizdan ko'rib turibman qanaqadir ozgina fikrlaringiz ham alg'ov bo'lgandek-da. Fikrlarni bir joyga yig'ishga qiynalayotgandaysiz. Buning uchun bizda shunaqa test bor. Tez harakatlarni qilaman va siz tezda javob berishingiz kerak bo'ladi. Qo'rqmang, uzoq qiynamayman. Buning uchun bizda ikkita shunaqa sharik bor-da, biri shunaqa uchlikda ignajalari bor. Xohlasangiz qo'llaringizni ham massaj qilishimiz mumkin. Va ikkinchisi mana bunday ko'k yangi yilga atalgan sharik. Testimiz uchun juda ham yaraydi, chunki ular ham bir-biriga o'xshash, lekin shu bilan birga juda ham bir-biridan katta farq qiladi. Ya'ni bu ignalik, bu ko'k shar deymizda. Va men sizga hozir uni yaqinroq keltiraman. Qaysi shar sizga yaqin bo'lganda o'sha sharni nomini aytishingiz kerak bo'ladi. Boshladikmi? Juda yaxshi. Tak. Juda to'g'ri. Juda yaxshi. Tak. E'tibor qiling. Ikkala shar juda yaxshi. Qani. Juda yaxshi. Davom etamiz. Oppa, juda yaxshi. Nima ko'ryapsiz? Sharda nimani ko'ryapsiz? Tak. Ham e'tiboringiz sharikda. Juda yaxshi. Davom etamiz. Nima ko'ryapsiz? Juda yaxshi. Qaysi sharikimiz yaqin? Tak. Juda yaxshi. Tak. Endi qaysi shar tashqariga sizni ko'zingizdan tashqariga chiqib ketganda aytasiz? Ko'zlaringiz bilan kuzating. Juda yaxshi. Kuzating. Yaxshi. Yana davom etamiz. Juda yaxshi. Qani. Judayam yaxshi. Ko'zlaringizni reflekslarini ko'rdim. Hamma narsa joyida. Endi mana bu shar bilan hozir sizni kaftingizni massaj qilaman. Ya'ni qo'lingizni olaman va qo'lingizni shunday massaj qilaman. Bu qo'limizda bizda judayam ko'p turli nuqtalar bor. Va mana shu ayniqsa barmoqlarimizni uchidagi nuqtalar ichki organlarimizni sog'lomlashtirishga yordam beradi. Значит, shunaqa kaftingizni hozir berasiz va men bu kaftingiz bo'ylab shunday harakatlar bilan massaj qilaman. Har bitta barmoqlaringizni ham. Qani.
shar bilan qilishimiz ham mumkin. Buni endi keyingi safar kelsangiz albatta qilamiz. Juda yaxshi. His qilyapsizmi nafaqat kaftingizda, balki o'sha butun tanangizda uyg'onish hissi paydo bo'layotganini. Albatta akupunkturani judayam foydasi katta. Yana ozgina yana barmoqlaringizni uchlarini. Juda yaxshi. Yaxshi. Juda yaxshi. Keling endi bu qo'lingizni ham massaj qilamiz. Давайте. Ikkinchi qo'lingizni bering. Bu tarafni xuddi shunaqa massaj qilamiz. Yaxshi. Albatta uydayam o'zingiz shunaqa massaj o'zingizga qilsangiz bo'ladi. Ayniqsa kichkina farzandingizga shunaqa kaftlarini, oyoqlarini massaj qilsangiz, xotirasi yaxshi bo'ladi, farzandingizni yaxshi uxlaydi. Albatta. Давайте ozgina barmoqlaringizni. Judayam xursandman bugun sizni ko'rganimdan. Anchadan beri kelmaganingizga xavotir olayotgandim. Qanaqa ekansiz, tinchmisiz deb. Kelmasangiz ham o'zingiz haqingizda xabar berib turing. Yana ozgina. Bo'ldi, naверное. Qanaqa his qilyapsiz o'zingizni? Keling, men sizga bu myachikni sizga sovg'a qilaman. Uyda o'zingiz shunaqa qo'llaringiz bilan shunaqa massaj qilsangiz bo'ladi. Judayam qulay. Shunaqa qilsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa yelkalaringizni massaj qilsangiz bo'ladi. Oyoqlaringizni. Judayam foydali narsa. Unda stolga hozir qo'yib qo'yaman. Ketayotganingizda olib ketishni unutmang. Xo'pmi? Sizga yana bitta sovg'a tayyorlab qo'ydim. Shunaqa mas. Kichkinagina. Hozir ko'rib turibman yuzlaringizda. Ba'zi joylarda shunaqa ozgina vоспаление bor, ya'ni kichkina qizil nuqtachalar. Balki noto'g'ri ovqatlanganingiz uchun, balki asablanganingiz uchun paydo bo'layapti. Hozir juda ham ko'plarda bo'ladi, chunki havoni o'zi ham unchalik toza emas. O'shaning uchun mana shu kremni uyqudan avval surib qo'ysangiz, judayam sizga foyda bo'ladi. Hozir o'zim sizga mana bularga surtib qo'yaman. Давайте mana ozgina rang beradi. Keling, ozgina qo'yamiz. Shunaqa konsistensiya. Keling, unda ozgina qo'llarimga surtib olaman. Keling, qani ozgina bu taraflarini. Ozgina, mana bu yuzingizda ham bitta qoldi. Jag'ingizga ham keling. Ozgina. Juda yaxshi. Keling,
ozgina mayda-maydalari bor ekan. Juda yaxshi. Ozginada rasmasidan qilib ko'rinmasligi uchun. Lekin o'sha shifolaydigan, davolaydigan effekti bo'ladi. O'sha 1-2 soatdan keyin ko'rishingiz mumkin. O'sha qizarganlari ozgina oqarib qoladi. Yana ko'rdimki, lavlaringiz ham judayam quruq ekan. Suv kam ichyapsizmi? Doim kelganingizda aytaman, ko'proq suv ichish kerak. Oddiy suv bu eng yaxshi dori. Qanaqadir dori ichishlardan, qanaqadir vitaminlardan avval eng birinchi ko'proq suv ichishni boshlashimiz kerak. Va hozirni o'zida sizga shunaqa suv beraman. Oldingizga qo'yib qo'yaman va ketguningizcha albatta shu suvni ichib bo'lishingiz kerak. Kelishdikmi? Ichasizmi? Yaxshi. Suvdan tashqari hozir shu lavingiz yaxshiroq bo'lishi uchun shunaqa balzam bor. Faqat uvlashni qiladi. Hech qanaqa rang bermaydi. Albatta bilaman-ku, sizga bu narsalar kerak emas. Mana ko'rishingiz mumkin. Такой yumshatadi lavingizni. Lekin shuni o'zida achishtirmaydi. Keling unda ozgina qo'llarim toza. Qani deb turing. Juda yaxshi. Endi ko'rishingiz mumkin, ozgina o'sha qoldiqlari ham lavizga yaxshiroq singishi uchun. Juda zo'r. Yaxshi. Buni ham shunaqa любой aptekada sotib olishingiz mumkin. Uncha qimmat emas, lekin foydasi o'sha qanaqadir qimmat gigiyenический pomadalardan yaxshiroq. Buni nafaqat lavizga, balki o'sha tirsaklar yoki tizzalar quruq bo'lganda ularga ham bemalol surtsangiz bo'ladi. Ko'rib turibman, deyarli uxlab qoldingiz, lekin boshga massaj qilmaguncha sizni qo'yib yubora olmayman, chunki haqiqatan sizni tinchlantiradigan narsa massaj bo'ladi. Nafaqat tinchlantiradi, balki o'sha boshingizda qon yurishini yaxshilaydi. Buning uchun shunaqa taroq tayyorlab qo'yganman. Bu taroq bilan mana shunaqa uchlikda, lekin shu bilan birga og'ritmaydi. Bu bilan boshingizni, sochlaringizni, terisini massaj qilamiz. Keling bunda ozgina shunaqa aylanma harakatlar bilan. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Qani yuqorida. Quloqlaringizni orqasini. Keling bu tarafini ham. Juda yaxshi. Yana albatta kelib turing. Ishlar ko'p, tushunaman, lekin o'zingizni xursand qilishga, o'zingizni sog'ligingizni o'ylashni unutib qo'ymang. Chunki
bo'lmasa o'zimizga mehribonchilik qilmasak, boshqalar buni qilmasligi mumkin. Chunki ular bilishmaydi qachon bizga qay tarzda nima kerakligini. Buni faqat o'zimiz bilamiz va buni boshqalardan kutish, ayniqsa boshqalar man xohlaganday munosabat bildirmayapti deb xafa bo'lish, bu noto'g'ri. Tak, ozgina. Juda yaxshi. Qonni yaxshi aylanganini ham his qildingizmi? Shunaqa taroq bilan, oddiygina harakatlar bilan shu o'zimizga yordam berishimiz mumkin. Qanaqasi? Ancha yaxshiroq. Judayam xursandman. Kayfiyatingiz yaxshiroq bo'lganidan, asablaringiz ozgina tinchlanganidan. Bu judayam muhim. Biz o'ylaymizki, hayotimizga bizani kayfiyatimizni ta'siri katta emas deb o'ylaymiz, lekin bir kun, 2 kun mayli, lekin bu 3-4 kunlab yoki hafta, oylabda bizani asabimiz o'sha tarangligi davom etadigan bo'lsa, o'sha nafaqat bu tashqi dunyoyimizga, odamlar bilan munosabatimizga ta'sir qiladi, balki ichki organizmimizga, sog'ligimizga, funksionalga ham ta'sir qilishni boshlaydi. O'shaning uchun albatta o'zingizga dam berishni unutmang. Siz bilan xayrlashishdan avval quloqlaringizni orqasiga shunaqa moyni tayyorlab qo'ydim. Ozgina hidini ozgina his qilasiz va sizni kayfiyatingizni, sog'ligingizni yaxshilaydi. Bu aromaterapiya deyiladi. Hozir buni ozgina quloqlaringizga surtaman va massaj qilaman. Ozgina keling, unda quloqlaringizni massaj qilaman. Quloqlarimizga massaj qilganda bizga juda yoqadi. Sizni tushunaman. Ayniqsa shunaqa aromat bilan massaj qilishganda. Siz esa quloqingizni massaj qilayotgan paytimda agar uxlab qoladigan bo'lsangiz, bemalol ko'zlaringizni yumib uxlab qoling. Keyin uyg'onganingizda bemalol turib ishlaringizni davom ettirgani borishingiz mumkin.